Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Omonmisiz? 2 kundan beri yozib anglatishga harakat qilayotgan mavzuyimni shu tariqa yakunlamoqchiman. Xo'p, ayol kishini duosi, ayol kishini fikri, ayol kishini holati oilaga, turmush o'rtoqqa, moddiy erkinlikka juda bog'liq bo'ladi. Qanaqasiga? Chunki ayol kishi agar norozi bo'larkan, ayol kishi duo qilarkan, erkak kishini sindirib tashlaydi. Men juda ko'p ayollarni ko'rganman, juda ko'p ayollarni bilaman. Eri zo'r gullab kelayotganda bitta xiyonat tufayli Allohga yig'lab duo qilaverib erini nol holatga olib kelib qo'yganini, ishsiz holatga olib kelib qo'ygan. Alloh menga turmush o'rtog'im o'zini qaytar, menga puli kerak emas deganda eri yillab ishsiz o'tirib, o'zligi nochor holatga tushib qolishgan. Men bunaqa ayollarni ko'p ko'rganman va shunda men amin bo'lganmanki, ayol kishini Alloh oldida darajasi, ayol kishini holati, ayol kishini erkatoyligi baribir erkaknikiga qaraganda ayol boshqacha yaqin bo'lar ekan-da Allohga. Chunki biz hissiyotli Allohning eng suyukli bandalarimiz edi. Bizni yig'ligimizni Allohga bor holatimizni anglatamiz. Shu orqali duolarimiz ijobatida o'zimizni duolarimiz qasddan ko'rib qo'ysin, mana men norozi bo'luvdim, shuning uchun seni ishing yaxshi bo'lmadi, mana shunaqa sinasan, sen meni norozi qilishing orqali deb unga nimadir anglatishimiz tufayli o'zimiz qiynalamiz. O'zimiz shu narsani hech qachon unutmang. O'zimizga qiyin bo'ladi. O'zimiz moddiy erkinliksiz qolamiz. Hozir tan olish kerak. Pulsiz sharoitingiz yaxshi bo'lmasa, farzandlaringizga yaxshi narsa yedirolmaysiz, ichirolmaysiz, kiydirolmaysiz, yurg'izolmaysiz. To'g'ri, rizq Allohdan, lekin rizq olib keluvchi kim? Siz uni sindirib erkaklik lavozimiga o'tib olmaysiz-ku, to'g'rimi? Boquvchimiz Alloh bizga juft qilib, bizani qabul qildim deyishlik huquqini nikohda ham Alloh juftimizga berdi-ku. Qabul qildim deb u etadi bizani yeyishimiz, ichishimiz, kiyishimiz hammasini, to'g'rimi? Shuning uchun qarang, siz hozir bu ayolim so'zlarida aytmoqchimanki, ko'pchilikka manfaatli bo'ladi inshaalloh. Biz qancha turmush o'rtog'imizni pulsiz bo'lishini xohlarkanmiz, buni qiyinchiligini bir uchi 70% bizga tushadi. Chunki biz yana ta'kidlayman, hissiyotli insonlarmiz. Bizni erkak kishi qoni to'ysa, yotishga joyi bo'lsa, kuni o'tsa bo'ldi, u yashab ketaveradi. Ayol kishida bor orzu havas, ayol kishi ko'proq xohlaydi, ayol kishi ko'proq nimalargadir qilib ber deyishli, yana deyishli xislatini Alloh ayol kishiga bergan. O'shaning uchun duolarimizga juda ehtiyot bo'lamiz, fikrlarimizga. Nima deyapman? Norozi bo'lyapmanmi? Nima uchun norozi bo'lyapman? Nima uchun men norozi bo'ladigan vaziyat meni hayotimga kirib keldi? O'sha ayolning so'zlarida istoriyalarni diqqat bilan o'qigan bo'lsangiz, meni butun borlig'im turmush o'rtog'im edi. Men o'zimni butun yoshligimni ularga sarfladim. Hamma narsamdan voz kechdim. Kim so'radi? Kim so'radi? Biz o'zimiz bo'ldi deb o'zimizni tashlab qo'yamizda, keyin turmush o'rtog'imiz bizni ko'zimizda quvonch ko'rmagandan keyin albatta biz muhimlik darajasini turmush o'rtog'i, mana bu siz, bu turmush o'rtoq bo'lsa, siz turmush o'rtog'ingiz darajasini tepaga ko'tarsangiz de kimga yaqinlashyapti? Robbingizga yaqinlashtirib qo'ymayapsizmi? Tafakkur qilib ko'ring. Allohga yaqin bo'lib qolmayaptimikin? Alloh bilan darajasini tenglashtirib qo'ymayapsizmikin? Qachonki biza qanaqa vaziyatda sinalamiz boshqa bir inson bilan yoki moddiy pul holatda ko'pchilik sinaladi. Nima uchun? Biz tenglashtirib qo'yamiz, Allohga yaqinroq qilib qo'yamiz. Biz sig'inib qo'yamiz. Meni butun borlig'im, ko'zimni quvonchi turmush o'rtog'imga o'tib ketsa, Alloh albatta u narsani mendan olib qo'yishlikka va meni o'ziga qaytarishlikka harakat qiladi. Nima uchun? Chunki Alloh meni yaxshi ko'radi, meni qizg'anadi, meni bandasiga qullik qilish uchun emas, o'zimni shaxs sifatida yaratdi, unga juft qilib berdi, jufti bo'lgin dedi, uni quli bo'lgin demadi. Unga sig'invorgin demadi, hamma narsani undan kutgin demadi. Bu etapga yetib kelish menga ham oson bo'lmagan, lekin o'qiverishim, izlanverishim,
natijasida hamma narsa Allohdanligini, turmush o'rtog'ingiz og'zidan chiqadigan shirin so'z ham bu Allohdan kelishini tushunganim, tafakkur qilganimdan keyin turmush o'rtog'imdan hech nima kutmaslikni boshlaganman-da va o'zidan holat o'zgarishni boshlayapti. Alhamdulillah, bu narsani ko'rsatgan Robbimga buyukligi qadar hamd sano bo'lsin. Lekin har bir ayol bu holatga yetib kela olmaydi. Siz hozirgi holatda qanaqa vaziyatga kelib qolgan bo'lsangiz, demakki sizni qoniqtirmayotgan vaziyat, siz nimanidir o'rnini ko'tarib qo'ydingiz. O'zingizdan ustun qo'yib qo'ydingiz. Ko'zingizni quvonchini mana shu ayol misollarida aytsak, ko'zi quvonchi boshqa hayot, mana uyg'ondingiz, daraxtni ko'rdingiz, osmonni ko'rdingiz, tong otayotganini ko'rdingiz yoki farzandlaringizni ko'rdingiz, ne'matlarni ko'rib xursand bo'lmayapti-da, holatingiz, kayfiyatingiz, ruhiyatingiz deylik, bugungi o'tadigan kuningizni sifati turmush o'rtog'ingizni munosabatiga bog'liq bo'lsa, albatta turmush o'rtog'ingiz sizga o'zini tubanligini ko'rsatib, "Voy, nimaga sen meni o'zingdan baland qo'yyapsan? Meni o'zingdan baland qo'yma. Men ham sen bilan bir xilman. Qachon sen o'zingga qaytsang, hamma narsani Robbingdanligini his qilsang, o'zingni yaxshi ko'rsang, o'shanda men seni yaxshi ko'raman." Ayol kishi birinchi bo'lib o'zini yaxshi ko'rishi kerak. So'zimda, istoriyada yana aytganman. Farzandlariga ayol kishini holati ta'sir qiladi. Erlardan shunaqa qattiq xafa bo'lganlarini hisobiga o'g'illarida pulsizlik, ishsizlik, bu turmush o'rtoqda sinish jarayoni ketyapti va qizlarida ham ajrim, ikkinchi turmushda ham noma'qul turmush, sifatsiz turmush, noma'qul tanlangan kuyov bo'lgani uchun yana aybdorli. Boshida hamma narsani turmush o'rtoqqa bog'lagan, turmush o'rtog'ini ko'zini quvonchini turmush o'rtoqqa bergan inson Allohga qaytyapti-da. Lekin norozilik bilan, lekin noshukrlik bilan, lekin qattiq alam, jahl, nafrat bilan. Nimaga? Chunki xafaman. Meni bilmadi, mana endi sindi bilsin. Farzandini shunaqa bo'lishiga ham shu sababchi. Hech kimni taqdiriga sababchi bo'lmaydi. Agar siz uni otasini yomonlayversangiz, sen sababchisan, shu sababli mana turmush o'rtog'im shunaqa yurardi, men shundan qo'rqardim, meni qizim yaxshi joyga tushmaydi deb qo'rqardim va mana shu narsa meni hayotimga kirib keldi. Ikkinchi marta ham baribir yaxshi joy so'ramadi, chunki adasini qanaqaligini bilardi. Ko'ryapsiz, uni fikringiz sizga shunaqa tuban insonlarni tortib beradi. Sen bandamni taqdirini bandamni holatiga bog'laysanmi? Qanaqasiga menga qaytasan? Nima qilsam qaytasan? Mana buni berib ko'ring, mana narkoman kuyov berib ko'ring, ishsiz holatdagi farzand berib ko'ring, pulsizlik berib ko'ring, qarzdorlik berib ko'ring. Kimni ayblaysan? Yo qadaringga rozi bo'lasanmi? Yoki de o'zingni noshukrliging, o'zingni aybi, holatni, senga berayotgan narsamga qalbingdan rozi bo'lish o'rniga hammani ayblashlik orqali yana qancha tajriba olmoqchisan deb Alloh bizani anglatish uchun, yana o'ziga qaytarish uchungina berayotgan bo'ladi. Biza aksincha yomon o'y fikrga, yomon gumonga va ayblovga, kechirmaslik hissiga olib kirib boraveramiz va bu aytib o'tganimdek o'sha ayolning sog'liqlarida juda xunuk og'ir kasalliklarni olib kirib bo'ldi. Shunda ham ayol kishi taslim bo'lishni xohlamayapti, kechirishni xohlamayapti. Nima demoqchiman? Xafa bo'lasizmi? Turmush o'rtog'ingizga xiyonat ko'ryapsizmi? Birinchi bo'lib o'zingizga savol bering. Alloh men qat'iy noto'g'ri qilyapman. Menga o'zing izn bergin, menga o'zing to'g'ri yo'l ko'rsatgin. Meni turmush o'rtog'im menga vafoli bo'lsinlar. Jismlari, ko'zlari, qalblari, ruhlari, avratlari, jasadlarini menga vafoli qilgan. Alloh shuni anglashim, shuni tushunishim uchun menda qayerdadir xatolik ketayotgan bo'lsa, menga o'zing chiroyli yechim bergin. Menga shu narsani anglatgin, men shu xatoni qilmay. Men sendan so'rash o'rniga, sendan kutish o'rniga turmush o'rtog'imdan kutib qo'ydimmi? Allohim, meni kechir, meni buyugim, meni suyanchig'im faqat o'zingsan-ku deb
darrov Allohga tavba qilib qayta olishga harakat qilishimiz kerak. Ana o'shanda biz muvaffaqiyat qozonamiz. Biz o'zimiz xohlayotgan natijaga erishamiz va o'zimiz xohlayotgan niyatlarimizdagi hayotga erishamiz. Biz norozi bo'lsak, xafa bo'lsak, ranjisak, kechirmasak, bu bizani borgan sari botqoqqa olib kirib ketaveradi. Botqoqdan bilasiz, hech kim hech qachon chiqmaydi. Chiqsa ham loy balchiq bilan chiqadi yoki o'sha yerda ko'milib bo'ladi. Siz qaysi birini tanlamoqchisiz? Balchiq bilan chiqqan bo'lsa ham tavbalar bilan, Allohga qaytish bilan, tafakkur qilish bilan, anglash bilan go'zal holatga, aslingizga qaytishingiz mumkin. O'shaning uchun men sizdan iltimos qilaman, fikringizga, gumonlaringizga, so'zlaringizga ehtiyot bo'ling. Ayol kishini ertangi kuni bugungi holatidan kelib chiqadi. Demakki, duolarimizni, niyatlarimizni, gumonlarimizni go'zal bo'lishiga ishonamiz, chunki Alloh bizani go'zallik ustida yaratgan.